Tuğluq Tömürxan, Abduvali Ali. 3-ci qism. 1-ci bab Fitnə və sülhi. İşni altın bilan hal qilish mumkin bo'lsa, jonni xatarga qo'yish to'g'ri emas. Shayx Saidi. Miladiya 1359-yili Atiyas. Hamal ayi, ya'ni 3-ci ayning boshlari. Chag'atay saltanatining 3 tuman kishilik cho'ng qo'shini Amir Kebir Toshtemir Bahodir va Nazir Beg Mahara Unhayir naibi Tömür Maliklarning qo'mondonligida Almaliqdan chiqib 3 yo'lga bo'lindi-da, janubga, ya'ni Mahara Unhayirga qarab atlandi. Qizil qum cho'lida 3 taramga bo'linib, Yılan bağrı yolida ketayotgan, yiroq-yiroqlarga so'zilib ketgan bu 3 qo'shinning har birida bir tumandan lashkar bor bo'lib, o'ttiri taramda ketayotgan Amir Kebir Toshtemir Bahodirning Turg'avutlar tumani boshqa o'ng va so'l taramdagi 2 qo'shindan xelala uzab ketgan edi. Chag'atay xoni Tuğluq Tömür o'zining cho'ng qo'shin bilan birga ketayotganligini yoshirish uchun mushu o'ttira yo'linishdagi Turg'avutlar tumanini o'ziga bargoh qo'shin qilib tanlab olgan edi. Shunga uning qaysi taramdagi qo'shin bilan ketayotganligi to'g'risida boshqalar xabarsiz edi. Qizilqum cho'lining yoz kunidagi zahardek tegadigan aptobliq issig'ining cho'ng qo'shinining yurishiga eg'ir to'salg'i bo'ladiganligi Tuğluq Tömürxonga ayon bo'lganlikdan Chag'atay qo'shinlarining Amir Kebir Toshtemir Bahodirga bu yil Atiyas kirishiga darhol janubdagi Mahara Unhayirga lashkar tortish to'g'risida farmon tushirdi. Shunga bargoh qo'shin bo'lgan Turg'avutlar tumani Amir Kebir Toshtemir Bahodir va Nazir Beg Mahara Unhayir naibi Tömür Maliklarning boshchiligida bir oyga yaqin kech-kunduz jaboliq yurish qilish orqali Savir ayining boshlarida Sir daryosining janubidagi Xo'janit qabilasining Chaqbuloq degan yeriga yetib keldi. Andan xonning farmoniga binoan qolgan 2 taramdagi Chag'atay qo'shinini kutib bu yerda qo'sh tikdi. Xo'jand qasabasi Anjandan 25 yog'och g'arbga joylashgan bo'lib, uning shimoliy tarafdagi Samarqand shahri bilan bo'lgan orlig'imi 25 yog'och keladi. Yog'och, ya'ni qadimgi zamondagi uzunlik o'lchami. Bir yog'och taxminan 12 kilometrga teng. Abturdin. Chag'atay lashkarlari o'zlariga o't cho'plari mo'l, dal daraxtlari quyuq o'sgan kang Chaqbuloq to'qayliqni tanlab tushkun qilishgan edi. Bu to'qayliqqa qarab kelayotgan lashkarlarning bosh oyog'ining nada tugaydiganligini bilib bo'lmaydi. Chag'atay xoni Tuğluq Tömür Xo'janitga yetib kelgandan keyin Mahara Unhayirdagi Karayit, Erginanun, Qonli, Barlas va Suldus qatorliq har qaysi Mo'ng'ul qabilalarining amirlariga belgilangan suruk ichida darhol o'z qo'shinlarini boshlab Xo'janitdagi bargohimga kelib, menga ko'rinish qilg'aysizlar deb ijrosi qattiq suruki ching bo'lgan farmon tushirdi. Xo'janit qasabasi Mahara Unhayirga kiradigan och yo'l og'ziga joylashgan bo'lib, bu yer orqali ham shimoldagi Sulduslarning zamini bo'lgan Samarqandga ham janubdagi Barlaslarning so'yirg'ali bo'lgan Kesh, Qarshi viloyatlarga o'tkili bo'ladi. Shunga bu yer qadimdan tartib lashkarlikda urushayotgan 2 taraf jazman talishadigan muhim o'tkal bo'lib kelyotdi.
Toğluq Tömürxanның Qo'janat qasibasini o'ziga bargoh qilib tanlashidagi g'arazi shimaldagi Samarqandni besib yotgan Suldus qavmidagi amirlargami va janubdagi Kesh, Qarshi shaharlarni besib yotgan Barlas qavmidagi amirlargami nihoyatda aniq edi. Xanның farmoni bo'yicha o'z qo'shinini boshlab belgilangan suruk ichida Xo'janatga yetib kelib, To'g'liq Tömürxonga ko'rinish qilish uchun bo'ysunish, tinchlikdan derak beradi. Xanның farmoniga bo'ysunmay belgilangan suruk ichida Xo'janatga yetib kelmaslik isyon va qonliq urushdan derak beradi. Demak, Chag'atay xoni To'g'liq Tömür ularga Chag'atay saltanatini himoya qilib, menga bo'ysundigan bo'lsang, mening deganim bo'yicha ish qil, shundaq qilsanglar, mening bilan billa baxit saodatlik yashab davron suralaysan. Agar menga bo'ysunmaydigan bo'lsang, meni hasang ani to'ning. Alda juna yurtni bo'shat deb, oxirgi fursatni ularning ixtiyorligiga qoldirib qo'ygan edi. Axir Mahara Ünhay yerdagi türüklashgan bu Mo'ng'ul amirlari foyda ziyonni dangsab ko'rishgandan keyin maslahatlashib mundaq qarorga kelishdi. Karayit ahlining ulug'i Tömür ulur Chag'atay qo'shinlarining ilg'or qo'shiniga bosh bo'lsin. Arginatun ahlining ulug'i bo'lgan Hoji Bek, Qonli ahlining ulug'i bo'lgan Takjil qatorliq amirlar qo'shinlarini o'zlari bilan billa akilib, ulug' Umarga qo'shilib, Chag'atay qo'shinlarining ilg'ori bo'lg'ay, keyin Jaloyir qo'shinining Amari Pazayinmu o'z qo'shinini boshlab kelib, bu qo'shinga qitildi. Bu amirlarning kengash ittifoqi Chag'atay xoni To'g'liq Tömürning qarorgohi bo'lgan Chaqbuloqqa qarab atılışqa tayyorlandi. Chitalar eli deb atalgan Moğolistanning podshohi To'g'liq Tömürxonning o'z bargohini Xo'janat daryosi bo'yidagi Chaqbuloqqa qurganligi to'g'risidagi xabar Amir Tömür Ko'raganning Shahrisabizda otisi Amir Tarag'ay Bahodirning o'limiga hozir tutayotgan mazgilga to'g'ri keldi. Bu chaqda Shahrisabiz aholisi Jeda qo'shinlari deb atalgan Chag'atay saltanatining 3 tuman kishilik bu zo'r qo'shinining Mahara Ünhayerga dabdaba asasalar bilan yurish qilib kelayotganligidan allaqachon xabar tepib, urush vahimasiga tushib qilishgan edi. Uning ustiga Amir Tarag'ay Bahodirning vaqtsiz qazo qilib ketishi To'g'liq Tömürxonning lakming Cheda qo'shinlarini boshlab kelayotganmish. Cheda qo'shinlari bugun atining ichida Kesh bilan Qarshi viloyatlarini bosqin qilg'idak. Amir Hoji Barlas qo'rqib, Jayhun daryosining u qetidagi Xurosonga ketmoqchi bo'lib o'tibdi degandek fitna ig'vo tarqalib yurmoqda edi. Dastlabda Amir Tömür Ko'ragan Chag'atay xoni To'g'liq Tömürga maktub yozib, uni Mahara Ünhayerga kelishga chillat quzgan tag'si Barlas amiri Hoji Tarag'ay hala bugungi kunga kelganda nemishqidu o'tganki lavzidan tizli yenib oldi va xat avatib uni Kesh, Qarshi viloyatlaridagi Shahrisabiz, Naqshab qo'rg'onlarini bekitishga da'vat qilgan edi. Ilgari dashti qipchoqlar Mahara Ünhayerga bostirib kirganda deb yozgan edi Amir Hoji Barlas o'z xatida. Men Sayhun yaqisini bekitgan edim. Natijada qipchoqlar yiqilishib, hech ishni vujudga chiqara olmay, qaytishga majbur bo'lgan edi. Hali ham bosqinchi jetalar kelsa, men Jayhun yaqisini bekitay, siz Shahrasibiz va ham Naqshab qo'rg'onlarga kuchlik odamlaringizni qo'ying.
Mən Əmir Qazğınğa Səmərqəndni çim bekitiş, heç bolmaganda o yerni Cide qaraqçılarga urushsiz berməsliginiz lazım deb xat yazdım. Şundaq qılğandıla Cidelərmu öz qıpçaqlardakidagla heç iş qılalmasdan yenişqa məcbur boludu. Tağısı Əmir Hacı Barlasdan kelgan bu xat Əmir Tömürni çunqur uyğu silib qoydu. Neçə vaqtdan beri Qıpçaq təbrik qısıdan dili zedelenib, yarı bolğan Mavara Ünhayır xalqı deb oylaydı o köңlüdə. Çağatay xanı Toğluq Tömürnün yürüşlerini anlap, azraq bolsumu ümidlenib, dili yayrar deb turğanda, Əmir Hacı Barlasның düşmən Qıpçaqlarga qarşı turuş toğrusida sözləməy, Çağatay qoşunlardan müdafiə qilish yüzüdən yerlərini bekitiş üstüdə toxtalğını xalqqa ümid bağışlamasdan, bəlkə ular arasında Cide qoşunları haqqıdakı vəhimini küçəytib etməsmi? Tavaçı Əmir Hacı Tarağay Barlasның bu xetini əkelib tapşırğanda, o ahaqlıqdaki dağ hoylısıda adısı Əmir Tarağay Bahadırның ölümüge qarlıq tutub turvatqan idi. Bağdaki yaşnap turğan mevelik daraxlar, gül giyahlar və şaxları köldeki süzük suğu sangılışıb turğan çokan tarlarmı, onunğa xuddi adısı Əmir Tarağay Bahadırның ölümüge muңlanıb, öz qaygılarını bildirvatqandak bilinətdi. Mana bu bağni, bu bağdaki mevesiz dal daraxtlarını və başqalarının həmmisini aşı rəhmətlik atısı öz qolu bilan tikib kökərtkən bina qılğan idi. Bu yıl yaxşı kelganlikdən bağdaki mevelik daraxtlarının mevesi şexini kötürəlmigidək dərəcədə mol bolğan idi. Yəni bir 2 ay ötsə, ular pişib tökmə bolışqa başlaydı. Biroq bu meyvelerini tetiydigan və onu bina qıladigan adamda bolsa, qara yer allaqachon qo'yniga algan idi. Əmir Tarağay Bahadır qaza qılğandan keyin inisi Əmir Hacı Barlas ulusu içində imtiyaz və mərtəbə cəhətdən ulus begi Əmir Qazğından qalsıla, 2-ci orunda turadigan hüquqluq bəklərinin birisiga aylandı. Gerçi öz layığıda tökpə xizmət görsütüş yoki adamgarchilik qilish onun qo'lidan kelmasimi, ammo hiyla-mekir, xilma-xil nashayan ishlar va turlik yomonliklar uning qo'lidan keladi. Ulus begi Əmir Qazğın yosh vaqtida otasining Bayğun Xatun ismlik bir chiroylik to'qiliga uzoqdan beri kuyib pishib yuratdi. Atası ölgəndən keyin aşu Bayğun Xatunni özüge xotun qılıb almaqçı boldu. Biroq Bayğun Xatun heç qandaq ulus millətdə yoki din məzhəbdə anını oğul iliş durus emas. Mən gerçi atangdan kiçik xotunu bolsammu, yanıla sana anı hesablanaman deb onun talabini rədd qılğan idi. Əmir Qazğın nailac özünün xiyalını Əmir Hacı Barlasqa aytibedi. O, bunun çarısı asan deb Müslümanlarının imam hafızıdan Buxari isimlik bir mollasını tepib kelib, kişinin atısı ölsə, onundan qalğan mal-mülkə oğlu varislik qilishni talab qilsa bo'lamdi. Şariatda bununğa qandaq yo'l bor deb so'radi. Onundan mundaq patva keldi. Heliqi Hafızın Buxari degan mollamu neri berisini sürüşte qilib baqmasdilla, miras varisning haqqidir deb patva yezib berdi. Əmir Hacı Barlas bu patvani Əmir Qazğınğa akilib ko'rsatdi. Uning xo'shalligidan beshi osmonga taqashdi və dərhal musulmonlarning mollasi yezib bergan heliqi patvani Bayğun Xotunga ko'rsatdi. Amma Bayğun Xotun
Мәҗүсиләрме ата-ананы xuddi musulmonlarning o'g'an tangrisidekla cho'ng va muqaddas biladi. Men sana ana, sen meni xotin qilib olsang, ko'k tangrimu ravo ko'rmaydi, deb bu patvani yetib tashladi. Ondan heliqi patvochini tepib uningga: "Sening mazhabingda o'g'li onasini xotin qilib oladigan odat bormi? Bizg'u majusi, ammo sen musulmon turibmi, 2 tanga pulni deb oxiratdan voz kechdingmi?" deb ko'p izo ahonatlarni qildi. Bayg'un xotinning izo ahonatiga chidamagan imom hofizidan Buxoriy Amir Hoji Barlasning oldiga berib: "Sen qizil ko'z kazzab, heli mikr ishiltib, yolg'on so'zlab meningdan patvo opsan" deb qattiq so'qishdi. Bu ish yuz bergandan keyin heliqi molla haqida 7 iqlimga molla patvo qilur rosti yo'q, yolg'on bilan Alloh ravar ko'rarmi, onani o'g'il olgan bilan degan so'z pur ketdi. Mushu ish vajidan bütün mahara Unhayr iqlimida cho'ng ruhoniy hisoblanadigan imom hofizidan Buxoriyning obro'yi biroqla to'kildi. Demak, Amir Hoji Barlas ana shundoq nazar doirasi to'limi tor, burnining uchini ko'radigan, zedi pas, hasadxo'r, ichida tungus quturaydigan, niyati yomon, qizil ko'z, axloqsiz, kazzab odam edi. Gerçi u Amir Temurning oti yo'lliq tag'isi bo'lsa-mu, ammo o'zining istidodiga tayinib Amir Qazg'inning iltifotiga erishgan va uning oldida a'tibori kundan kunga eshiyotgan bu jiyanigimi ko'ngli qaraliq qiladi. Amir Temur tag'isining xetini topshirib olgandan keyin uning deganlarini o'ylab ko'rdi. Lekin el hakimsiz qalsa, xoni vayron bo'ladiganini oxirgi hisobda yanila el ulus ekanligiga ko'zi yetdi-da tag'isining: "Siz Xurason tarafga bormoqchi bo'libsiz. Bu ixtiyoringiz. Lekin men viloyatning xarob bo'lmasligi uchun o'g'an tangrining topshirgan omonati bo'lgan xalqni qiyinchilik va urush vahimasini ichiga tashlab qo'ymayman. Bir viloyatga 2 podshoh, bir lashkarga 2 sardor bo'lishi elni tafriqa va vayronlikqa ilib boradi. Fitna va parishonlikqa mubtalo qiladi. Chunki 10 darvish bir palasga sig'idi, lekin 2 podshoh bir iqlimga sig'maydi. Taqvodor kishi bir nonning yerimini o'zi yesa, qolgan yerimini namratlarga bo'lib beradi. Biroq bir iqlimni egallagan podshoh boshqalarni mi egallasam deydi. Shu sababdan elda yig'a, urush, jangi jidal tinchimaydi. Xalqning beshidan vahima, parishonlik o'ksimaydi. Shunga Shahrisabz bizga darhol qaytib, xalqni xotirjam qilgandan keyin ondan xonning xizmatiga berib, Janobi sahib qaran oliylari bilan muloqotda bo'lishim, amir umarlar va davlat arboblari bilan ko'rishishim to'g'ri ko'rindi, deb tavachidan javob xat yozib mangdirdi. Ondan hozirdarlik kiyimlarini silib tashlab, amirlik kiyimlarini kiyib, darhol Shahrisabzga tag'isi Amir Hoji Barlas bilan ko'rishish uchun yurib ketdi. Shahrisabz xalqi Mo'g'ulistondan haddi hisobsiz jida qo'shinlari kelib o'tibdimish deb anglagan edi. Degandek, Chag'atay xoni To'g'liq Temur Mo'g'ulistonning poytaxti Olmaliqdan 3 tuman qo'shinni boshlab, G'ojanatga yetib kelgandan keyin Chaqbuloqda bargoh qurdi. Keyingi qadamda uning kesh qarshi taraflarga lashkar tortib kelishga tayyorlik ko'rayotganligi haqidagi xabar Shahrisabzga yetib kelgandan keyin Amir Hoji Barlas o'rinda o'ltirolmay qoldi. "Ey o'g'lim, angladingizmi?" dedi u eshikdan kirayotgan Amir Temurni ko'ribla. To'g'liq Temurxon boshlab kelayotgan jida qo'shinlari hozir G'ojanatni egallab bargoh qurganmish. Amir bayan sulduz urush qilmayla o'z qovunimida boshlab
Dashti Qipchoq tarafga qechib ketibdimish. Boshqa amir beklarmi to'lisi o'zining qabila aymoqlari bilan har tarafga tarilib ketibdimish. Bizmi qavm qarindoshlarimizni ilib Xuroson tarafga ketayli. To'g'liq To'mirning bosqinchi qo'shinlari ata yoki o'gun bu taraflarga kelib qilishi mumkin deb uni o'zi bilan billa Xuroson tarafga ketishga undidi. Ey tag'a, o'tganda meni otam bilan siz xonga maktub yozib, jida qo'shinlarni bu yerga chillab kelishga undimaganmidingiz? Ajba bugun xonning oldiga qabulga barmoqda yo'q, qachayli deysiz-ku? Deb so'radi Amir Temur uningdan. U bir chaq, bu bir chaq, dedi Amir Hoji Barlas qilcha uyalmasdan. Chag'atay ulusi bir-biri bilan dushman bo'lishdi. Öy beshida qarxam bo'lib ketdi. Bir-birini chapmoqda, o'ltirmoqda. Chag'atay ulusining ko'chib yurmagan eli, minib yurmagan yo'li bormi? Öy tutib o'ltirmagan yurti bormi? Shundaq ekan biz Xuroson tarafga ketsak, nima ish qilib bo'lmaydi ekan? Hozir To'g'liq To'mirxonning 3 tuman jida lashkari rasa sug'i to'lib, to'g'an aranla to'sib turgan toshqin ko'lga o'xshab qoldi. Xon hozir tayyorlanib bo'lgan. Uning bosqinchi lashkarlari bo'lsa, qilishlarini bilgan holda Samarqand bilan kechki tegish qilish uchun xonning farmonini kutib turmoqda. Mubada urush portlab qolsa, jida qo'shinlari Samarqandni, Shahrisabzni, Naqshabni, qarshi viloyatlarni, hatto siz hozir panohlab bormoqchi bo'lgan ashu Xuroson taraflarini bulab vayron qilmasmi? Shuning uchun men Amir Qazg'inga xonning jida qo'shini bilan urushayli, bu yerlarni jida qo'shinlarga hargiz urushsiz bermayli deb odam choptirdim. Qani avval Amir Qazg'in jida qo'shinlari bilan bir urush qilib baxmusunmi? Mubada u jida qo'shinlari ustidan g'olib kelgudak bo'lsa, biz darhol yordamga lashkar avatib, Amir Qazg'inga bo'lishimizda jida qo'shinlarini Mavhara Unhayirga hududliqdan qo'g'lab chiqaramiz. Mubada xon boshlab kelgan jida qo'shinlari Amir Qazg'inning ustidan g'olib kelgudak bo'lsa, biz baribir yiroqda bo'lgandan keyin urush vahimasidan o'zimizni saqlab qola olamizda, hozirqiga o'xshashla Chag'atay saltanatiga sodiq bo'lgan bo'lamiz. Mana buni bir chalmada ikki paxtakni so'qish deymiz. Demak, asli kalom shuki, Amir Qazg'in jida qo'shinlarini yangsimi yoki jida qo'shinlari Amir Qazg'inni yangsimi, bizning bir tal mo'yimizmi tavrimaydi. Amir Hoji Barlasning nima demoqchi ekanligini tushungan bo'lsa-mu, Amir Temur uningga tushuntirib o'ltirishni xohlamadi-da, o'rnidan turib etib mundaq dedi. Ey Amir Hoji Barlas, sizga bir chalmada so'qadigan bu ikki paxtakning qaysi bo'lsin, bir loqma go'sht xolos deb o'ylabsiz-da. Biroq xotirjam bo'lingki, bu loqmaning qaysi birisi bo'lsin, kekirtikingizga turib qoladigan so'ngaklik loqmalardir. Amir Temur so'zini tugitibla peshini qaqqan peti Amir Hoji Barlasning oldidan chiqib ketdi. Xo'janit Mavhara Unhayirdagi qadimgi shaharlarning birisi edi. Tarixda Sayhun daryosi deb mashhur bo'lgan Sir daryosi ustida uning usti tarafidan aylanib o'tadi. Xo'janit qish faslidagi havosi illiq, yoz faslidagi havası salqin, bağı bostonliq bir yurt hisoblanadi. O'zidan chiqadigan tatliq anori bilan butun Mavhara Unhayir o'lkasiga mashhur edi. Shuning uchun el orasida Samarqandning oltin olmasi, Xo'janitning yaqut anori degan so'z tarqalib yuradi. Shaharning shimoliy tarafida Mudog'il tog'lari so'zilib yotadi. Bu tog' tizmasi Xo'janit uchunla emas, balki yana butun Mavhara Unhayir o'lkasi uchunmi shimoldagi bosqinchi Qipchoq qabilalarining hujumidan saqlanishga intayin muhim tabiiy to'siq edi. Xo'janitning qo'sh silib o'g'lashga noiti bab keladigan kang o'g'loq dalalari bor edi. To'g'liq To'mirxon
bir aydan beri bir keç gündüz to'xtamay yo'l yurib, herib charchagan navkar lashkarlarni dam oldirib va chiniq turish uchun shuningdek uzun yo'l besib at tashlab o'riqlagan otlarni samirtish uchun qo'shinga o't qilish to'g'risida u ruxsat berdi. Burkutlar ko'k qa'rida uchib, pastda so'zilib yonboshlab yotgan dastlik erkakning qovurg'isini eslatadigan sala tog' yo'tillarining bag'rida yuz berayotgan ishlarga salqin nazar tashlag'ach, bahuzur parvo qilib laylab uchib yurishadi. Adamlar yaşaydigan yurt mahalladan yiroq va chetda bo'lgan bu yashashga aplik yerim sahra, yerim cho'l, jangalliqni qadim ayyamdan tortib makon tutib kelgan bu cho'l hayvonlari mushu zaminda yashab avub kelgan edi. Bu cho'l hayvonlari kechqurun issiqning yenishini kutib, tun salqinida yiroq-yiroqlarga joylashgan buloqlarning yeniga bormoqchi bo'lib, chatqalliq va o'rmonliqdagi daraxt chatallarning soyasida dam ilishgan edi. To'g'liq To'mirxon, Tosh To'mir Bahodir, To'g'liq Malik qatorliq amu xaslari bilan billa navkarlarni boshlab bir jangalliqqa yetib kelishdi. Bu jangalda teka, kiyik, bo'g'umaral qatorliq u hayvonlari nihoyatda ko'p edi. To'g'liq To'mir odatdagi chaqlardimi o'q qilishga nihoyatda herisman bo'lg'achqa, shikarga chiqqanda aldığa uçurgan her qandaq bir o'ni shu zaman ovlab qo'lga tushirib bo'ladi. U amu xaslari bilan billa bo'k tuproqliqning ichida ketayotgan edi. Aldığa to'satdan chipar kiyik uchrab qoldi. Xan tunji uçurgan o'ni qo'ldan chiqarib qo'ymaslik uchun navkarlarga ichining tizginni qo'yib berib, onun arkasından qo'g'lashga farmon berdi. Ular heliqi kiyikni qo'g'lab ketib, o't cho'plari buluq o'sgan kangri bir dalaga chiqib qoldi. Dalaning o'rtasida bir eriq suv shildirlab eqib turadi. Bu dala dal heliqi yuzlagan, minglagan cho'l hayvonlari suv ichadigan Hadarvish cho'li edi. Hadarvish cho'lida suv ichishga kelgan va suv ichib bo'lib qaytayotgan cho'l hayvonlari go'yo osmondagi yulduzlardek haddi hisobsiz edi. Ular o'z tipi, o'z qayashlari bilan top-top bo'lib yaylashib yurishadi. To'g'liq To'mirxon navkarlarga darhol atrofni qurshashga amr qildi. Bu qo'rshovni hosil qilgan minglagan otliq navkarlar hayt-huyt qilishib, muhasira chambargini barg'ansiri taraytishga boshlab, ma'lum chekka yetgandan keyin ovlashni boshladi. Qorshov ichida qolgan jonivorlarga qosh bilan kirpikning orliqidagidek vaqt ichida mislsiz zo'r balohi ofat, balki azaldan ko'rilib boqmagan eg'ir halokat yuzlandi. Xuddi taraf-tarafdan qora chekatgidek uchib kelayotgan qazo o'qlari tarislab takkili turganda, u hayvonlarning qonlari chachrab chiqib, butun dalani bo'yab tashladi. Ularning tenidan oqqan qonlardan agiz eriqlar hosil bo'lishga boshladi. Bu chaqda Chag'atay xoni To'g'liq To'mir bir do'ngning ustida turib, chig'larning yeshil po'piklarini aralab, xuddi beliqlarning o'qchib bir tarafga qarab chepib kelayotgan kiyiklardan ko'zini uzmay qarab turadi. Kiyiklar bir-biridan zotila ayrilmasdan o'jmaklashib olgan edi. Biroq ularning fojiasimi dal mushu edi. Ular o'zlarini odamlarning qo'lidagi o'qyalardan, miltiq tufanglardan etilgan o'qlarga tutib berayotdi. Shunga ayrim qechib ketayotganlari bulardan azroq bo'lsa-mu baxtliroq edi. Chunki ularga osonlikcha o'q tegmaydi. Shu asnoda dahshatlik qirg'inchilikqa duch kelgan bu hayvonlari orasida kiyiklar bilan yonma-yon chepishib ketayotgan bir ong
Toğluq tömürünün közge çiliqdi. O bir uçqur yelpiz idi. Xan dərhal at silib onun arqısıdan qoğuldu. Atlıq çepib ketvetib, bətlənген oqyasının kiriçini tartib, heliqi uçqur yelpizni moljalğa aldı. Uçqur yelpiz yügürüp ketvetib, bir nərsige putlışıb, beşi bilan tek mollaq etib düşdü. Qaş bilan kirpikning aralığında yüz bergen bu iş, heliqi uçqur yelpizni halakatdan qutuldurup qaldı. Dal muşu çağda onun arqısından şipqap yetib kelivatqan heliqi adam qo'lidagi o'qyaning kirichini qo'yib berdi. Kirichdan uzilgan o'q ving'idi qilib uchib, uçqur yelpizning beshidan uchib o'tib ketdi. Bu Toğluq tömürning tunji qitim atqan o'qini nishonga tekkizolmaganligi edi. Adamlarning hayt-huytlari tarsıldab itilayotgan o'qlar, o'q tegib jon talashayotgan hayvonlarning hiqirashlari, cheqirashlari, top yerga mollaq etib yiqilayotgan anglar putlarini tipiriltib yerda yetishadi. Ularning o'rnidan turishga madori yetmaydi. Ularning demi kesilgan yuraklari allaqachon yerilgan edi. Ha Dərviş çölüdəki qanlıq qırğın kəşki yaqın axırlaşdı. Qoğulğanlarmı, qaşqanlarmı yerib halıdan ketişdi. Jangal asta-asta Gugumning məş'um qarang'u pərdisi içigə yoşurundu. Nazir bəy, Mağara Ünhəyir naibi Tömür Məlik xanның pərmanı boyunca bu bir neçə günlük ov fəaliyyətinin bugün axırlaşqanlığını, ləşkərlərinin dərhal bargaqqa qayıdığanlığını elan qıldı. Toğluq Tömürxan 1. bab Fitnə və Sülhi 104-cü bəddən başlandı. Əmir Qazğınның ordusu Samarqand şəhərinin qaq o'ttirsidagi Registan deb atiladigan maydonga joylashgan edi. Samarqand shahri buningdan 133 yil ilgari milodiya 1220-yil yozda buyuk istilochi Chingizxonning qo'shinlari tarafidan uzil-kesil vayron qilinib tashlangan edi. Bir chaqlarda Bandari Mahsus deb atilgan bu avat shahar shuningdan tartib xeyli uzoq zamonlargacha xarab biti saqlanib qoldi. Aradan 130 yil o'tib, milodiya 1353-yilga kelganda bu shahar umumiy aylanmasi bir tuman 6100 qadam keladigan kunchiqish tarafida Feruza darvozasi, yuqori tarafida Ahonin darvozasi, kuntepish tarafida Charaha darvozasi va tuvan tarafida Suzagaron darvozasi va bu darvozalarning oralig'idagi Shayxzoda darvozasi, Gazuriston darvozasi deb atiladigan 6 yerda tömür qo'g'i bo'lgan Saddi Iskandaridek mustahkam sepil bilan ihatalangan ilgirki avat avdonliq holatiga keltirilgan edi. Ordining darvozasi atdigandila yo'g'on echitilgan edi. Barlas ulusbegi Əmir Qazğınның sarayga chiqadigan vaqti bo'lib qoldi. Uni kutib turishgan bag amirlar sarayning eshigi oldida qo'l bog'lashib turadi. Əmir Qazğın egiz bo'y, mo'lin ko'z, shap burut, mash saqal gavdlik odam bo'lib, uchisiga kashlangan yon izmiliq qiniq ko'k mo'ng'ulcha zarbob to'n, putiga saxtiyam o'tuk kiyib olgan edi. U sarayning ichiga kirib, to'rga qo'yilgan taxt ustiga amdilatin o'tirishiga xizmatkori uningga marhum Amir Tarag'ay Bahodirning o'g'li Amir Tömür ko'ragan janoblari o'zlari bilan ko'rishni so'raydi degan xabarni yetkazdi. Amir Qazg'in darhol kirsin deb ijozat berdi. Ondan uni qarshi elish uchun alohida hurmat bildirib o'rnidan turdi.
Әмір төмір көрәган, көзлері чақнап тұрдыған, o'ttiri boy, ko'raganlik ziyrak yigit edi. U orada bak sipohlaridek oddiy kiyinib olgan bo'lib, o'ng qili bilan yenig'i esiqliq qiniga naqsh ishlangan agri qilichining sepini ching tutib olgan edi. U yetib kelganda Әмір Қазғын uning oldiga berib ko'rishdi va uningdan marhum otasi Әмір Tarag'ay Bahodirning oxiratligiga oid ishlarni so'radi. Mahara Unhayerdagi Barlas qabilasining ulusbegi Әмір Қазғын to'ng'us yili qishda qarshi tog'larda bo'lgan bir qitimliq urushda Chag'atay saltanatining Mahara Unhayerdagi naibi Qozonxonni o'ltirib atgandan keyin bu yerdagi eng cho'q huquqliq amirga aylandi. Shuningdan tartib butun Mahara Unhayer o'lkasida o'y beshida qaraxon bo'lib ketdi. Jangi jidal o'y to'shqundek ovushqa boshladi. Ular bir-birini chepib o'ltirgili turdi. Shundaq jahon bir izda to'xtamayotgan chog'larda Barlas qavmining ko'ragan urug'idagi amirlardan birisi bo'lgan Әмір Tarag'ay Bahodir o'zining yosh o'g'li To'mirni Әмір Қазғынga navkar qilib tutib berdi. Әмір To'mir o'smir vaqtidan tartibla aqlliq, tug'ushliq, karomat margan, chechan, hunarlik, her muqamga, her yo'lga mengishni biladigan, tadbirlik bo'lib o'sib yetilgashga, uzoqqa qolmayla Әмір Қазғынning xos navkarlaridan birisiga aylandi. Әмір To'mirning ziyrakligidan to'limi suyungan Әмір Қазғын ko'plab himmatlarni ko'rsatib, uni o'zining ichki baglarining qatoriga qo'shib, amirlik o'tog'anini berdi. Әмір To'mirning tag'isi Әмір Hoji Barlas ichida tungus qutiraydigan, himmatsiz, past va noahli odam bo'lg'ashqa, Әмір Қазғынning yosh To'mirga bunchalik himmat ko'rsatib ketayotganligiga hasad qilib yuratdi. Uning g'aybatini Әмірga qandoq yetkazishni bilmay yurgan kunlarning birida u Әмір Қазғынning Babur Xotun ismli bir to'qol xotinining Әмір To'mir ko'raganga oshiq ekanligini tuyib qoldi. Bir kuni Babur Xotun Әмір To'mir ko'ragan xoli qolgan paytni tepib, uningga mundaq dedi: "Ey bag'batcha, mening bag'rimni undaq ko'ydirib, ishiq o'tida kavob qilmag'in." Ashnisi bilan o'ynagan xotin kishini qandaq qilgan bo'lsa, Babur Xotunmu shundaq qilishga boshladi. "Mening holimdan hech xabaring yo'qmi? Men sana aşıqman. Keçileri uyqum, gündüzleri qararim yo'q. Mening holimga qara. Qeyri odamdan hosil bo'lmagan maqsadimni sen hosil qil." Әмір To'mir Babur Xotunning bu qiliqidan tasodibiylik his qilib, "Әмір Қазғынning tuzini yeb turib, bundaq ishni qilsam tuzko'rlik bo'lmamdiman?" deb uning talabini qat'iy rad qildi. Dal mushu ishning ustiga tag'isi Әмір Hoji Barlas kelib qoldi. Uning ko'nglida gudrat o'ti bo'lg'achqimi, Әмір To'mirni bir amal qilib o'sal qilishni o'ylaydi. Shunga u: "Shundaq go'zal xotinning talabini yerda qo'ygining nemisi?" deb Әмір To'mir ko'raganni qiltaqqa dastatgan bo'ldi. Biroq u tag'isining so'ziga ko'nmadi. Әмір To'mirning aldanmaganligini ko'rgan Әмір Hoji Barlas darhol Babur xotinga: "U bu ishni Әмір Қазғынga aytmasdan burun sen aytib bo'lishing kerak. Undaq bo'lmaydigan, sen o'limga ketarsan" deb aql o'gatdi. Bu gapni anglagan Babur Xotun darhol kiyimlarini yirtib, yuzini tatlab, hamma yerini qon qilgandan keyin Әмір Қазғынning qishig'a yig'lab kirdi va: "Kecha uxlab yotar edim. Tang saharda bir kishi qo'ynimga kirdi. Men uyg'onib, kimsan deb vaqiray desam, qarasam To'mir bachcha ekan. U menga vaqirma,
Bu mən sana uzaqdan beri aşıqman, şunun üçün kündüzü Əmir Qazğınның bolsan, ketisi meninki bolğaysan dedi. Mən Əmir Tömürnің tuzunu yap, tuzluğunu çaqmaqçımısan dep vaqırdım. O meningdin bu sözünü işitkəndin keyin iza tartib chiqib ketdi, dep arz qildi. Babır xatunның sözüge Əmir Tömürnің tağısı Əmir Hacı Barlasmı? Siz onu ətvarlap işiltib, içkilərinizdən qatarıga qoşqan ediniz. O bu izzətini bilmedi. Onun qılıb yürgən yamanlıqıdan qaysı birini eytib bolay. Həmmidin yaman bolğunu şu ki, o siznin xotununuz bilan aşını oynap, keçirib bolmaydigan günah qıldı. Dep yalğan guvalıq berdi. Əmir Qazğın dərhal Əmir Tömürni aldığı çaqırdı da onu. Bu nima iş? Bu işni kecha sen qıpsan go? Dep onu qiyin qıstaqqa elividi. Əmir Tömür körəgən yüz bergen həmmə işni bir başdan Əmir Qazğınğa eytib berdi. Mən sizdən uyalğınımdan bu işni dərhal kelib eytalmagan edim, dedi o dadillıq bilan. Babur xatunның arasida rəsva bolub, yüz abroyu tökülmüsün dedim. Amma o sen taz degiçə mən taz da bolay dep meningdən burun davran götürdü. Əmir Tömür körəgənның deganlarini anlap, Əmir Qazğın nökərlərə Babur xatunni qiynaşqı buyurdu. Qattiq qiyin qıstaqqa elingandan keyin Babur xatun axiri rastını deyishga məcbur boldi. Bu iş şunun bilan axırlaşdı. Əmir Tömür körəgən aqılınıb, əl içində hörməti teximi açdı. Bu işdən keyin Əmir Qazğın onunğa teximi işinidigan bolub ketdi. Bu gap hazırca muşu yerde turup dursun. Əmdi baştaki sözümüzge keleyli. Əmir Qazğın ətigəndən beri özünü kütüp turuşqan bəg əmirlərinin sözünü neri beridən anlap bolğandan keyin ularga tegishli körsətmələrini berdi. Andın, mən Əmir Tömür körəgən bilan xususi kengaş qılıb, işlərimiz toğrusida ayrım sözləşməkçimən. Sizlər hazır qaytыңlar, dedi. Əmir Hacı Tarağay meni cidalar bilan uruş qilishqa da'vat qipti, dedi qo'lidagi xatni ko'rsatib turib. Mən urushsaq urushayli degan o'y bilan nechirat atrofdagi ulus aymoq el yurtlarga yordam qilib, talab qilib, elchilar va odamlarni mang'usdim. Biroq hech kimdan yordam kelmadi. Əmir Bayan Suldus bilan Əmir Hacı Tarağayning boshda boshqa xiyol ekanligini men bilay. Yardamga bermisin. Mana əmdi qechib ketib, Ceyhunning u tarpiga o'tib olg'ini demamsiz. Ularning texi. Meningcha, xon siz bilan yarışib qilish, sulhi qilish arzusida bo'lyotidi, dedi Əmir Tömür körəgən. Sulhi qilish faqat insonlar orasida davomli ko'rinib turadigan bir xil hodisali bo'lib qolmasdan, balki hayvonlar orasida doim uchrab turadigan bir xil tabiiy hodisadir. Odatda oildagilar xo'rozlar o'zaro so'qishib turdi. Taza so'qishayotganda garchi ularni ajirtib yarashtirish tasga tushgan bilan ularning hammasi bir qafasga solab, don va sumu bermay qo'yungchi, ular darhol yavaşlab jimib qoladi va o'zaro yarashib qoladi. İnsanlarmı xuddi shuningga o'xshash. Shuning uchun qadimkilar ishni oltin berib hal qilish mumkin bo'lsa, canını xatarga qo'yish to'g'ri emas deb ko'rsatgan. Uning so'zi texi oxirlashmay turadi. Əmir Qazğın darhol. Yo'q, dedi. Uning so'zini uzib tashlab. Men hargiz To'g'liq Tömürdek jida qaraqchilari bilan sulhilashmayman. Balki sizga kesh qarshi viloyatlarda yenidan qo'shin to'plashni buyurayman. Baxit saodat meningdan yuz o'rmagan bo'lsa, G'albi Nusrat manga taliq buludu deb o'ylayman. Hürmetlik Əmir janoblari, mubodo oldingizda tantaklik qilib qo'ygan bo'lsam kechirgaysiz, dedi Əmir Tömür körəgən ig'ir besiqlik bilan. Baxit saodat degan nima o'zi? Aqlli kishi baxt saodatni hargiz qo'ldan chiqarib etmaydi. Shuning uchun qadimda yashagan ulug'lar shundaq deb aytgan edi. Ikki yaxshining orasidan teximi yaxshirog'ini tanlagan yoki
ikki yomonning orasidan yaxshiroqini ixtiyor qilgan odam aql odamdir. Sizningcha hozirgi vaqtda Jetalar xoni tug'luq Temur bilan sulh qilish siz aytgan ashu yaxshi chora tadbirlarning orasidagi yaxshiroqi yoki yomon tadbirlarning orasidagi yaxshiroq ekanda? Shundaq. Chag'atay xoni tug'luq Temur bilan sulh qilish hozirgi chaqda Mavara Unhayr xalqining ustiga saldak bostirib kelayotgan urush xavfini to'squnchi yaxshi chora hisoblanadi. Ey janobi Amir Temur Ko'ragan, siz o'zingizning nima uchun urush qilish bilan sulh qilishdan iborat bu ikki xil chora tadbirning orasidan sulh qilishni tanlamoqchi bo'lganligingizni tushuntirib bera olamsiz? Bosh ustiga, janobi Ulug'begi, mubodo siz xohlasangiz men tushuntirib berishim mumkin. Marhamat, qulg'im sizda. Ey Amir janoblari, dedi Amir Temur Ko'ragan. Chingizxon hayot vaqtida o'z og'zi bilan tuzgan yasoqda dushmanlaringlarni har doim bostiringlar, do'stlaringlarni beshinglarda ko'taringlar deb aytgan, shundaqmi? Hozirgi vaqtda Chag'atay ulusining bir yoqidan bosh chiqarib, xuddi bir tutunning odamidek harakat qilish uchun Tug'luq Temurxon Mahara Unhayrga o'zining inisi, mamlakatning bosh yarg'uvchisi Temur Malikni naib qildi. Uning bundaq qilishi yasoqqa tamoman uyg'un keladi. Chunki elda xon tiklashga yorliq bo'lsa, faqat Chingiz avlodidan bo'lgan bir odamni xon qilib ko'tarishga bo'ladi. Herkes ikki odamni ko'tarishga bo'lmaydi. Shuning uchun xon bir bo'lsa el tuziladi, ikki bo'lsa el buziladi. Shundaq ekan, siz yana Chag'atay xoni Tug'luq Temurga bay'at qilmayman deb ayta olamsiz? Sarayning ichini bir bas jimjitlik qapladi. Barlas Ulug'begi Amir Qazg'in Amir Temur Ko'raganning so'zlarini anglab, o'ylanib turib qoldi. Andin Chag'atay mamlakatidek hududi poyansiz, manzarasi go'zal, suyi alvak, boyligi mo'l, yeri munbat, zamin jahonda yana oz tepilsa kerak, dedi. Amir Qazg'in o'ychan ko'zlari bilan sarayning eshigiga qarab turdi. San-sanoqsiz bo'z qirlarning orlig'ida poyansiz sahrolar so'zilib yotibdi. Biroq ochko'z Chag'atay xonlari kuchli qabilalar menga faqat qumliq sahro dalalarni qoldirib, yap-yeshil munbat yayloqlarni o'z ichiga elib oldi. Mana endi bizning ochliqimiz kemayib ketdi. Otlarimiz mag'durdan ketdi. Buning hammasiga kimning pushtidan tamg'inni bilgili bo'lmaydigan ana shu Tug'luq Temur degan qo'ychi la'nati sababchi bo'lyotdi. Shundaq turib men nemishqa uningga bay'at qilgudakman? Tug'luq Temurxonning mavkabni Aqsudagi Do'g'lat zaminidan Quyosdagi Olmaliq ko'chirib kelibla, hammadan avval Chingizxonning yasoqlarini ratlab chiqib, butun mamlakatga qaytadan e'lon qilganligidan sizning xabaringiz bor-ku? Uning bunday qilishdagi maqsadi nima, bilamsiz? Uning hammasini o'z og'ziga qaratish uchun shunday qilgandi. Happali, nayt to'g'ri aytdingiz. Biroq bu masalaning bir tarafı xolos. Undaq bo'lsa, siz Tug'luq Temurning butun mamlakat miqyosida butparastlikni tark etib, islom diniga e'tiqod qilishdek din islohoti yurgizmoqchi bo'layotganligini bilasiz, shundaqmi? Shundaq. Biroq Tug'luq Temurning Mahara Unhayrga Jetta qo'shinlarini boshlab kelganligining bu ish bilan qanday munosabati bor? Nəhayət zor münasibət var. Onun Mahara Unhayrga lashkar boshlab kelishidagi maqsadi shu. U keyingi qadamda mamlakat miqyosida yurgizmoqchi bo'lgan ashu islohotning o'ngishli bo'lishiga kapolatlik qilishni ko'zlaydi. Hurmatli Temurbek, siz zodi nima demoqchi? Hurmatli Amir Qazg'in janoblari, bilamsiz, deb Amir Temur Ko'ragan uningga sabrchanlik bilan tushuntirdi. Mahara Unhayr'dagi bu qumliq sahrolar bilan taqir tashliq dalalar bizga ham ajal, ham baxt beg'ishlashi mumkin. Tug'luq Temurxon boshlab kelgan Chag'atay qo'shinlari siz bizning to'plamoqchi bo'lgan qo'shinimizdan 3 hassa oz. Bundaq bo'lganda bizni o'lim
vayronchilik izzat nafsimizning dafsanda qilinishdek fojialik oqibat kutib turibdi. Bizga sulh qilishdan boshqa chora yo'q demoqchimisiz? Shundoq, sulh qilish orqali yomon oqibatlarning oldini olg'ili bo'ladi. Hech bo'lmadi deganda xalqimizni baloyi ofatdan vaqtincha qutuldirg'ili bo'ladi. Amir qizg'in oldida turgan bu 20 yoshlik yigitga sinchilab qarab, uning nima demoqchi ekanligini endi tushungandek bo'ldi. Amir Temur ko'raganning uchisidagi oddiy navkarlik kiyimidan, o'zini tamkin tutishidan bahodirlarga xos qaysarligi namoyon bo'lib turadi. Uning vujudida urg'ib turgan yoshlik bahorining hayotiy kuchi, hukmronlarga xos rahimsizligi ning guvohchisi bo'lgan surlik salobati, uning o'z maqsadlari yo'lida har qanday ishni qilishdan yanmaydigan, egilmas sunmas ruhga ega, jasur, shijoatlik odam ekanligini ko'rsatib turadi. To'g'liq Temirxon atigandan boshlab o'zining seriq ranglik chidirida Chag'atay qo'shinlarining amiri Kiberi, Turg'avutlar tumanining amiri Tashtemir Bahodir, mamlakatning bosh yarg'uvchi begi Nazir Beg, Mahara Unhayyer noibi Amir Temur Malik, ham muhrdari Betikchi, Yalliq Tayshilar bilan kengash qilayotgan bo'lib, bu kengashda Chag'atay qo'shinlarining Samarqandga yurish qilish masalasi maxsus muhokama qilindi. Tashtemir Bahodir, dedi To'g'liq Temirxon oxirida muhokamani xulosalab. Siz lashkarlarni mening qarorim bo'yicha o'rinlashtirib, darhol Samarqandga yurish qilishga tayyorlangansiz, dedi. Ondan Nazir Beg, Mahara Unhayyer noibi Temur Malikka dedi. Sen har qaysi ulus aymoqlarning amir beglariga farmonimni yetkizgaysan. Ular odamlarni o'zlarining tug' alamlari ostiga to'plasin va Samarqandga otlanishga tayyorlansin. Tashtemir bilan Temur Malik ikkilisi farmoningizni darhol o'rinlaymiz deb qulluq bildirishdi. Atdiganda boshlangan bu kengash kashqurun oxirlashdi. Atdiganda havo ochiq, to'pilikning atrofidagi boshqa chidirlar orasida odamlar kirib chiqish qilib yurishadi. Ular Mahara Unhayyerdagi ulus qabilalarining amir beglari edi. Ular Chag'atay qo'shinlarining bosh sarkardasi Amir Kibir Tashtemir Bahodirga har xil rangda bo'yalgan o'qiya o'qlarni topshirib berayotgan edi. Bu o'qlar ularning Chag'atay saltanatiga bo'ysundiganligi haqidagi tilxatning rolini o'taydigan harbiy huquqning belgisi edi. Chag'atay xoni To'g'liq Temirning farmoni bo'yicha Amir Kibir Tashtemir Bahodir qo'shinga bugun atigan tong otmasdilla Samarqandga yurish qilishni buyruq qildi. Lashkarlar o'z tumanidagi hazara yuzliklarni tepib olish uchun amir beglarining nomlarini atishib, uyoq bu yoqqa chepishadi. Chag'atay qo'shinlari Amir Kibir Tashtemir Bahodirning buyrug'i bo'yicha ratlik, tashkillik asosida sap tuzdi. Qo'shinning orq sap ishlarini bajarishga mas'ul bo'lgan g'o'juluq qismlari harbiy chidirlarni yiqitib, yuk taqlarni tengib, taylab, harbiga besish va to'gilarga ortish uchun bir yerga to'playotdi. Kun nayzi bo'yi o'rliganda Chilan to'ruq yulduz arg'imiqini mingan To'g'liq Temirxon, Nazir Beg, Mahara Unhayyer noibi, Amir Temur Malik va Amir Kibir Tashtemir Bahodirning hamrohligida qo'shinning oldida paydo bo'ldi. Ularning orqasida Yalliq Tayshi va Mahara Unhayyerlik beg amirlarmi bor edi. Chag'atay xoni To'g'liq Temirning orqasida turgan tug'chining qo'lidagi 9 jaloliq qizil tug' shamolda yalpinib javlon qiladi. Tug'ning o'ttirsiga o'tkir tirnoqliq changili bilan 3 tal o'qni qamollab turgan
qarchığının surati keşitlengen idi. Toğluq tömür üstüge zehirlik savut tumaq kiygen bolup, beşidiki dubulğısının qubisiga qadaqlıq turgan bir tutam kök qotan ükisi meyin şamalda təvirinib turatdi. Ahiri yürüş qilish vaqti yetib keldi. Toğluq tömür Əmir Kibir Taştömür Bahadırğa atlanыңlar deb qo'l shiltidi. Qo'shin o'rkashligan daryo suyidek janubga qarab oqdi. Chilan to'ruq arg'imoqni siliq qatirtib ketayotgan Chag'atay xoni To'g'luq Tömürning orqasidan Amir Umra'larmu otlarini yo'rg'iltib mangdi. Jeda qo'shinlari deb atalgan bu qo'shin saltanatlik yurishga atlandi. Baş ahiri görünmeydiğen bu gayet zor iqim atiganlik quyoshning parlaq nuri ichiga cho'mib ufqqa qarab ketayotdi. To'g'luq Tömürxon Abduvali Ali 1-bab Sulhi va fitna 131-babdan boshlandi. Samarqand shahri Mara Unhayr bo'yicha mudofiyasi eng mustahkam shaharlarning birisi. Shaharning shimoli tarafidan bir daryo aylanib oqatdi. Bu suv bilan Samarqand shahrining orlig'ida kengligi taxminan 4 chaqirim keladigan Ko'hak edirligi bor bo'lib, daryoning nomi ashu Ko'hak edirligining nomi bilan Ko'hak suyi deb ataladi. Tegi cho'nqur xandakdan hosil bo'lgan egiz tog'dagi qad ko'tarib turgan qo'rg'on sepili Ko'hak edirligining tik yoqasini bo'ylab uzoqlargacha so'zilgan bo'lib, xandaklarning ichi suv bilan to'ldirilgan edi. Sepilning egiz ko'tarib yasalgan ba'zi bo'laklarining ustiga yo'g'on toshlar dövlab qo'yilgan edi. Shaharni bekitish harbiy ilmida mudofaa san'ati deb ataladi. Buning ma'nosi son jihatda oz bo'lgan mudofaachilarning son jihatda ko'p bo'lgan dushman hujumidan sepilg'i taynib o'zini qo'g'dishi deganlik bo'ladi. Ammo bu yerda ish buning aksicha edi. İsyanchi Amir Qazg'in Samarqand sepiliga jida qo'shinlardan bir hassidan ko'p lashkar bilan bekinib olgan edi. To'g'luq Tömürning qarorgohi Ko'hak suyining do'qmushidagi yo'g'on bir paynab tashning daldisiga joylashgan bo'lib, bu tashning oldi tarafi Samarqand shahriga qarab turadi. Tashning ustida turib qaragan odamga shahar qo'rg'ini 5 qo'ldek iniq ko'rinadi. Xon Amir Umra'larni boshlab top o'qi yetmaydigan yerdan Sepilni otliq aylanib mangdi. Sepil ustidagi kuzatchi lashkarlar Sepilni aylanib otliq ketayotgan bu odamlarga hayron bo'lib qarashadi. Ular at ustida ketib, yo'l ustida qo'rg'on Sepilga tegish qilish uchun jiddiy tayyorlik qilayotgan yuzliklar va hazarilarni uchratdi. Bu lashkarlar o'zlari hujumga o'tadigan bilaklarga oldin ala kirib o'rilishish uchun oldirab ketishyotdi. Har qaysi lashkariy birliklarning orlig'idagi yo'l ustida qo'shin bilan birga yuradigan bazarqan so'g'doqlar yaymilarini yeyishib, do'konlarni etishgan bo'lib, mallarni maqtishib, cho'qon silib setishadi. Bazarxon, ya'ni qadimgi Uyg'ur tilida savdogar, yaymikash, char bozorchi deganlik bo'ladi. Abdordin Soğdaqlar yaymilarini etişib setişiyotganda yo'l yoqasidagi toshlardan qo'pirilib yasalgan o'choqlarga esilgan qozonlarda pishirilayotgan polo, sho'yla, qo'rma, sho'rpa, nerin va boshqa tamoqlarning mazalik puroqlari lashkarlarning dimoqlariga urilib, og'ziga seriq suv keltiradi. Yaymisini Quram taş üstüge yaygan, buğday önlük bir soğdaq, qo'lidagi yep-yeni bir kumush yuganni satmoqchi bo'lib, hadab sharaqlashib o'tadi.
Bazar aylanıp yürgen bir sipah onun qo'lidagi kumush yuganni ko'rib, bahosini so'radi. Bazarxon So'g'doq un chiqarmasdan qo'li bilan 5ni ko'rsatdi. 5 kibaki deb andikib so'radi sipah uningdan. Heliqi So'g'doq sipahga shundoq deganda qilib beshini langishdi. Sipahmu bir kibakiga beramsan degandek qilib uningga bir barmoqini chiqarib ko'rsatdi. U yo'q deb beshini chayqadi. Sipah uni 2 kibakiga berishga ko'ndirish uchun jiq tirishib baqdi. Biroq heliqi So'g'doq 4 kibaki bersang sana beray deb ching turib oldi. Bu chaqda Sipah bilan So'g'doqning sodisini tomosha qilish uchun ularning atrofiga bir muncha odamlar o'lashdi. Bu odamlarning orasida Chag'atay xoni To'g'liq To'mirmi bor edi. Sipah So'g'doq bilan baho talishib yurib, oxiri yuganni 3 kibakiga oladigan, So'g'doqmi 3 kibakidan kam bo'lsa sotmaydigan bo'lishdi. Sipah kumush yuganni qo'lga elib, qo'ynidan pulni chiqarib sanadi. Uning qo'ynidagi qora tiyillar aran 2 kibaki bo'lib chiqdi. So'g'doq darhol Sipahning qo'lidagi yuganni elib oldi. Heliqi Sipah naylash top ichidan yenib chiqmoqchi bo'lib, orqasiga o'rilishiga yuganni uningga ber. 3 kibakini mana meningdan ol degan ovoz anglandi. Bazarxon So'g'doqmu, heliqi Sipahmu va tomosha ko'rib turishqanlarmu hayron bo'lishib, ovoz chiqqan tarafga qarashdi-da, amir umrolari bilan ularga qarab kulib turgan Chag'atay xoni To'g'liq To'mirni ko'rdi. So'g'doqmu, Sipahmu, boshqalarmu darhol o'zlarini yerga tashlashdi. Günahimizden keçkeyla ey Cenab-ı Padişahı alem. Bu çağda To'g'liq To'mir, hech qisi yo'q, so'daqlarni qilaveringlar, dedi ularni xotirjam qilish uchun. Ondan heliqi So'g'doqqa: Günahingdan kechdim, tur o'rningdan. Yuganni meni Sipahga berginda, haqqingni meningdan ol, deb amr qildi. Heliqi So'g'doqmu darhol xonga ta'zim bajo keltirib: Qulluq Padişahı alem dedi. Andın alamani yugan bekarga berdim deginicha kumush yuganni heliqi Sipahning qo'liga tutqizib qo'ydi. Bu chaqda bu ishni ko'rib turgan To'g'liq To'mirmi, amir umrolarmi, atrofdagilarmi paraqlashib kulib ketdi. Chag'atay xoni To'g'liq To'mir Samarqandni bekitib olgan Amir Qazg'inga yozgan xatida o'zining Amir To'mir Malikni uning o'rniga Mahara Unhayyerga naib qilib tayinlaganligini, behuda qon to'kilmasligi uchun Samarqand qo'rg'inini urushsiz bo'shatib bersalar, uning hayotiga xavf yetmayli qolmasdan, balki uning ulus bigilik martabasini saqlab qilishiga yo'l qo'ydiganligini aniq ko'rsatgan edi. To'g'liq To'mirxon Amir Qazg'inni taslim bo'lishga undab yozgan bu oxirgi shart hisobidagi xatni Mahara Unhayyer naibi Amir To'mir Malik orqali Samarqandga mangdirayotgandan keyin Amir Kibir Toshtemir Bahodirga sepil buzadigan 200 dona zarbizani chiqin to'pining og'zini tamoman sepil tarafga qaratib turishga va sepilga keskin hujumga o'tishga tayyor turishga farmon tushirdi. Yerim kunlik so'rikning muhilti to'shqanda Samarqand sepilini bekituvchilar oxiri oq bayroq chiqardi. Chag'atay saltanatining 3 tuman kishilik zo'r qo'shuni Samarqand shahrining kun chiqishidagi Feroza darvozasidan kirishga boshladi. Lashkarlar shaharning o'ttirsidagi Registon deb atiladigan qadimgi maydonga qarab to'liq tartib bilan kirishyotdi. Registonning yuqori tarafiga oldi tuvanga qartib bir seriq chedir tikilgan edi.
Çağatay xani Toğluq Tömür xan çedirinin aldığı kelgende atdan düşdü. Andın Taş Tömür Bahadır yəlliq tayşilarının həmralığıda xan çedirinin içige kirip ketdi. Düşdən keyin dağdığılıq qubul murasimi başlandı. Xandın günahini tilaş üçün Oqya Sadıqı bilen kılıcını boynuğa esip kelgen Barlas Ulus Bigi Əmir Qazğın xan çedirğa bir oq yetimi qalğıcılık yergi kelgende atdan düşdü. O Əmir Tömür Köraganның həmralığıda xan çedirğa qarap meňibedi, turğavutlar aldını torap, onu xan çedirğa yıqıllaştırgılı qoymadı. Şuna Əmir Qazğın ularının aldıda xuddi ərz qılıp kelgen adamdak qol qoşturup kütüp turuşqa mecbur boldu. Bir haza ötkenden keyin mulazım çıkıp xanның ununğa kirişige icazet bergenligini xabar qıldı. Əmir Qazğın bäglerini başlap xan çedirği qarap maňdy. Ular uduldan kelip xan çedirği yıqıllaşqandan keyin sol qol tarap bilen çedirinin arqısıdan ayılınıp ötüp xan çedirinin işki aldığı kelgende çedirinin töridiki altın taxtda olturgan Çağatay xani Toğluq Tömürge 3 qitimdan yükünüp taqqus tazim qıldı. O ömülep taxt aldığı kelgende xan orundan turdi. Bu çağda Əmir Qazğınmı orundan turup xan bilen qucaqlaşıp körüşdi. Andın şoğuşup arqığı yanğanda 3 qitimdan yükünüp 9 tazim qıldı. Andın xanның iltifat qilishi bilen taxtның oң tarpiga qo'yilgan kurus üstüge kelip olturdi. Xan onundan ahval sorğanda ve tartuq bergendimi, o bir qitimdan yükünüp tazim pica keltirdi. Bu çağda Mahara Ünhayır naibi Əmir Tömür Malik yaş Əmir Tömür Köraganını başlap kelip xanğı tunuşturdu. Mahara Ünhayır meselesinin kan tükülmey tinç yol bilen hal buluşu da Janabınızın tökpisi naiti zor boldu, dedi xan onun kolunu tutup durup. Bu iş sizning xalqparvar kishi ekanligingizni isbotlab turibdi. Xan Əmir Qazğınğa közünün quyruğida qarab qoygandan keyin sözünü davamlaştırdı. Çünki bir adamның qadr qiymatini hergizmi onun kelip chiqishiga yoki tashqi ko'rinishiga qarabla isbotlag'ili bo'lmaydi. Balki onun bu söz hareketining birdakligi chinligi bilan o'lchinidi. Bu biz sizde birdilla yuqori mertebege, hükümranlık mertebesiga erishish imkoniyatini berdigan xususiyat, xushxuy mijaz ve esil fazilatning barligini ko'rdik. Qanchilgan kishilar jahonni titratgudek qudratlik padişahlardan bolgan bolsumu, ammo o'zining badniyatligi, zolimligi tüpeylidan odatki kishilar bilan silishtirg'ili bo'lmaydigan xarzar o'ringa tushib qolganligini talay anglaganmiz. Darhaq janobi aliyleri, dedi Əmir Tömür Köragan Toğluq Tömürning sözünü quvvatlab. Ulug'lar aytgan ki, padişahlıqning egisi bo'lgan uğan Tangri xalıgan adamga padişahligini beridi, xalıgan adamdan padişahligini tartib oladi ve xalıgan adamini zar qiladi. U haqiqatan hammaga qodir ham qudratlidir. Ahir Əmir Qazğın aciz kelip Əmir Tömür Köraganның arғы kirişi bilen Çağatay saltanatiga üzül kesil təvəllik bildirishga mecbur boldu. Mahara Ünhayırlik Əmir bəylər Çağatay xani Toğluq Tömürning dim köriki qilishi üçün özlərinin tümelleri, həzraları bilen Registanğa kelip xan çedirining aldıda oң qanat ve sol qanat qismlari boyunca sap tüzüp turuşdu. Ular bütünley Moğol qaydasida kiyinishgan edi.
Ularning üstü bişidiki Moңgolça bökler, keçlik Hangzhou tavırıdan tikilgen tonlar, yeşil çemden tikilgen sağdaklar ve yeni iger çaptıqlıq atları bilen acayip körkem körünüşte idi. Dim körek, yani hərbi parat közdün keçiriş degenlik boludu. Abdurdun. Dim körek başlanışdan ilgiri Registanda qadimqi Oğuz adeti boyunca dağ-doğuluq tuğ eçiş murasimi ötküzüldü. Xan Çedirning aldıdaki keng meydanda yerden igizligi bir gulaç keladigan yağaçdan şahsupa yasalgan bolup, Çağatay xani tuğluq tümür şahsupa üstüge qoyulgan taxtda oltıratdı. Tuğ götürgen 9 turgavut, qoludaki tuğni şahsupa aldığı kötürüp yerge qadap qoyuşdu. Xan orundan turup şahsupa üstüdün düşüp, heyliki 9 tuğның aldığı keldi. Qalğan bəy əmirlər, əkabir əşrəflərmu xanның keynidən tuğның aldığı kelib, xanның arqısıda qatar tizlişip turuşdu. Bu çağda 4 şaman peyda boldu. Ularga xanğa tazım qılğandan keyin, ularның arasıdan bir qeyri şaman bir uyning aldı parçıqını, o'ttirsıdan uzun bir parça aq ipek rəxtini bağlab bir uçunu tutup turdu. Qalğan 3 şaman 3 parça aq ipek rəxtini 3 tuğның tutquçunun astıqıraq bağlab, tuğ dəstidən astıdan ötküzüb elişdi. Bir parça ipek rəxtinin uçunu tuğluq Tümürxan besip turdu. Yani bir tuqqı bağlanğan ipek rəxtinin uçunu xan inisi, Mahara Ünhayır naibi Əmir Tömür Məlik besip turdu. Yani bir parça ipek rəxtinin uçunu Çağatay ulusunun hüquqluq ulus bəglərdən birisi bolğan Əmir Qazğın Barlas besip turdu. Heyliki qeyri şaman aq ipek rəxt bilen bağlanğan uyunun aldı parçıqını qolğa elip turup, bir nimelerini dep apsın oqıgaş tuqqa süpköşüldü. Xan və ətrafda qarab turğanlarının həmmisi tuğ tərəfə qimiz çaşdı. Bu çağda bütün Registan meydanıdaki kanay sunaylar, təbil dumbaqlarının həmmisi bir dilli çilinip, bütün şəhərinin asmını da yanırdı. Səpti turğan ləşkərlərinin həmmisi birdək Tuğluq Tümürxan dəb 3 qitim uda şavqın sürən kötürdü. Andın atlarga menişip qiquq dəb sürən silişqiniçə at çaptırıp meydanını aylandı. Birinci bab ahırlaşdı.